O'zbek xalqining katta qismi musiqa va qo'shiqlarga qiziquvchan toifadan bo'lib, hozirda xonandalarning saviyasiga qaramasdan ularni tinglash davom etmoqda. Har bir soha vakillariga ularni iste'molchiga keltirayotgan manfaatiga qarab haq to'lanishi kerak. Agar shifokorlar tajribasiz yoxud dori-darmon foydasiz bo'lsa, ularning ish haqini yoki dori narxini yerga uriladi. O'qituvchilar qanchalar ter to'kmasin, insonlarning aksari ularning qadriga yetmaydi. Davlat tomonidan berilayotgan oylik maosh ularga kamlik qiladi. Shuning uchun o'z ustilarida ishlash o'rniga boshqa tijoratlarga qo'l uradilar. Lekin estrada sohasi boshqacha. Unda har qanday sayrab chiqqan shaxsga katta qiziqish bor. Ularga davlat tomonidan berilayotgan yordamlarning umuman keragi yo'q. Chunki xalqdan oqib kelayotgan mablag'larga bo'kib ulguradi. To'y hasham, konsertlar, reklama xizmatlari ularning boyligiga boylik qo'shmoqda. Nega farzandlar yaxshi ta'lim tarbiya olmay yursa achinmaymiz. Lekin to'ylarga falon qo'shiqchining vaqti bo'lmasa, g'amga tushamiz. Qimmatroq haq taklif qilamiz. Vaqti o'ta o'sha farzandlar biror yutuqqa erishmasa yoki yomon ishlarga qo'l ursa, ularni va o'qituvchilarni ayblaymiz. Lekin hanuz o'sha bir tiyinga qimmat mashshoqlarni tinglashda davom etamiz. Bizlar qachon o'zgaramiz? 2024-yilga Xalqaro musiqa statistikasi va reytinglar sayti ma'lumotiga ko'ra, daromadi eng katta o'zbek qo'shiqchisi Jaloliddin Ahmadaliyev bo'lgan. 3,7 million dollar daromadga ega. Undan keyingi o'rindagi Yulduz Usmonova ham millioner qo'shiqchilardan hisoblanadi. Yulduz Usmonova bitta to'ydagi ijrosi uchun o'rtacha 12 ming dollar oladi. Undan boshqa mashhur qo'shiqchilar ham o'rtacha 5 ming dollarga to'ylarda xizmat ko'rsatadi. Yulduz opani Samarqandga to'y xizmatlarini narxlarini bilmoqchi edi aka. 12 ming dollar. 1 soatmi? Yarim soatdan 2 marta tushiladimi aka? Jaloliddin adminlar aka. Aka Samarqandga to'yga necha pulga kelishyapti Jaloliddin aka? 7 ming aka. Dejurniymi qanaqa bo'ladi? 1 soatlik jonli sastav bilan. Endi bu to'ylardagi ichkilikbozlik, bema'ni raqslar, isrofgarchiliklarni tasavvur qilib ko'ring. Yillar mehnat qilib, ba'zilar chet elda sarson bo'lib, yana kimlardir qarzga botib, nimalariga pul sarflayotgani achinarli holat. 5 ming dollarga bitta bolani eng kuchli xususiy yoki xalqaro maktabda 1 yil o'qitsa bo'ladi. Yoki biror iqtidorli talabaning yillik kontraktini to'lab berish mumkin. Shoyat shularga sarflanayotgan pul o'zini oqlab, kelajakda kashfiyotlar yoki ulkan yutuqlar bilan bir necha yuz barobar bo'lib qaytsa, lekin qo'shiqchiga sarflangani hech qachon qaytmaydi. Xuddi sahroga chelaklab suv quygandek befoyda ish. Aksincha zarari bor. Ma'naviyatsizlik, axloqsizlik kuchayadi. Kimlardir bu orqali charchaganda hordiq yoki kayfiyatni ko'tarishga ozuq olaman deb aytishi mumkin. Shu yerda bir savol. Tinmay o'ldim, kuydim degan ishqiy mavzulardagi qo'shiqlardan nima ozuqa keladi? Yoki bir qiz yoxud bir ayol ketidan xarob bo'lgan hayot haqidagisi kayfiyatni ko'taradimi? Yoki bema'niligidan so'zlarda bog'liqlik yo'q bo'lgan qo'shiqlardan biror foyda bormi? Savollar kelaveradi. Nega bizlar qo'shiq tomon intilganimizda shularni o'zimizdan so'rab ko'rmaymiz? Estrada sanoati O'zbekistondagi eng sifatsiz mahsulotlar ishlab chiqaruvchi soha hisoblanadi. Buni unutmang.